Demak, Telegram delete account qilish uchun brauzerga kiramiz. Telegram delete account. Telegram account kiritiladigan joyga nomerni to'liq kiritamiz. +99 89. Ana endi bizni o'sha ochilgan Telegramimizga kod keladi. Kodni kiritamiz. S bu kodni ko'rinsa ham zarari yo'q. Nomer ko'rinmasa bo'ldi. RG 6B katta X Y bosamiz. Ana bu yerdan delete account degan joy bor, ikkinchida turibdi. Shunga bossak, izoh kiritasizmi? Yo'q. Yes, delete account. Agar ana biz aftidan o'chirdik, endi bu Telegram account yaxlit ichidagi ma'lumotlari ham o'chib ketdi. Kontaktlarga esa bu account o'chirilgan degan xabar boradi.